Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotida birinchi realistik roman hisoblanadi. 1922-yil ilk bor Inqilob jurnalida chop etilgan va 1926-yilda alohida kitob holida nashr etilgan. Asar o'zbek xalqining 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridagi ijtimoiy hayotini, o'sha davrning urf-odatlari, turmush tarzi, sevgi va muhabbat, insoniylik va jamiyat muammolarini yoritib beradi. Romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumushdir. Ularning muhabbati markaziy voqeani tashkil etadi. Otabek yosh, bilimli, xalq manfaati uchun qayg'uradigan, yangicha fikrlaydigan yigit sifatida tasvirlangan. Kumush esa oqila, sadoqatli va mehribon qiz sifatida gavdalanadi. Ularning sevgi hikoyasi orqali o'sha davrning jamiyatdagi adolatsizliklari, eski qarashlar, urf-odatlarning inson hayotiga salbiy ta'sir ochib beriladi. Asarda Marg'ilondagi savdogarlar hayoti, Buxoro va Toshkentdagi ijtimoiy muhit ham keng tasvirlangan. Qodiriy xalqimiz tarixidagi bir davrni haqqoniy ko'rsatib, millatning o'zgarishga bo'lgan intilishini ifoda etadi. O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotida yangicha yo'nalish boshlab bergan. Qodiriy o'z asari orqali xalqni o'tmishini unutmaslikka, undan saboq olishga, kelajak uchun xulosa chiqarishga undaydi. Shu bilan birga roman o'zbek adabiyotida realizmning shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Boshqa yirik epik asarlardagi kabi o'tgan kunlarda ham hikoyanavislikning ko'p planliligi, ikkilamchi syujetlar mavjudligi, ketma-ket avj oluvchi va fojiali yakun topuvchi voqealar mavjud. Adabiyotshunoslar Abdulla Qodiriy o'z qahramoni nomidan o'zining shaxsiy o'y-fikrlarini so'zlagan deb bilishadi. Yozuvchi bir vaqtning o'zida o'zbek ayolining taqdirini ham kuzatib boradi. Ayrim an'analar, jumladan ko'p xotinlik, Kumush va Zaynabning o'rtasida o'limga olib boruvchi husumatga sabab bo'ladi. Yozuvchi go'zal Otabekka bo'lgan sevgi bilan ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tuvchi Kumush obrazini yaratadi. Biroq asar fojia bilan yakunlanadi. Kumush bibi kundoshi tomonidan zaharlab o'ldiriladi. Otabek esa vatanini himoya qilaman deb vafot etadi. O'tgan kunlar romani xalq tomonidan yaxshi kutib olingan, biroq Sho'ro hukumati ideologlari, kommunistik partiyaga muoyil kishilar, sho'roviy adabiy tanqidchilar tomonidan qattiq qoralangan. Tanqidlarning asosini asarning markscha, lenincha g'oyalarga qarshi ekanligi, asarda burjua sinfiy kurashi, boylar tomonidan kambag'allarni kamsitish sahnalari ko'rsatilmaganligi, o'zbekning o'tmishi bezab ko'rsatilganligi va bu bezaklar sovetlar qoralayotgan inqilobgacha bo'lgan davrni odamlar ko'ziga juda chiroyli qilib ko'rsatishi kabi iddaolar tashkil etadi. O'tgan kunlar ilk bor 1925-yilda birinchi bo'limi, 1926-yil xatoliklar tuzatilib qayta nashr qilingan. O'sha yil ikkinchi bo'limi va 1926-yilda uchinchi bo'limi alohida kitoblar holida arab alifbosida nashr etiladi. 1933-yil esa senzuradan o'tkazilib, bir qancha o'zgarishlar va qisqartirishlar bilan qayta nashr etiladi. 1926-yilgi asl nashriga asoslangan o'zbek kirill alifbosidagi ilk to'liq nashri Toshkentda 1994-yilda chop etiladi. Roman 1933-yil Baku shahrida lotin alifbosida, 1958-yil Toshkentda kirill alifbosida va 1958-1961-yillar Karachi shahrida o'zbek tili arab alifbosida chop etiladi. 1931-yili Xolid Said va Abdulla Kamchunbek tomonidan ozarbayjonchaga o'girilgan. 1958-yil Lidiya Bat va Vera Smirnova tomonidan Nusheniya Dne nomi bilan rus tiliga tarjima qilingan. Roman arab tilida ham o'tgan kunlar Turkistondagi achchiq sevgi qissasi nomi ostida mingdan nusxada chop etildi. Ushbu Qodiriy, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romani bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Aziz kitobxonlar, biz sizlarni kutamiz.
yanada yorqinroq taassurotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kutubxonamizga tashrif buyuring.